Qon bosimi oshadigan bemorlarni shartli ravishda 3 ta guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh bu 45-50 yoshdan katta va uzoq yillardan beri qon bosimi oshadigan bemorlar. Bular butun umr, ya'ni doimiy dori ichib yurishlari kerak. Sababi bularning ichki a'zolarida qaytmas, ya'ni tuzatib bo'lmas o'zgarishlar paydo bo'lgan. Dori ichish orqali kasallikni kechishini sekinlashtirish va asoratlarni nazorat qilish mumkin. Ikkinchi guruh ko'pincha yosh bemorlar va qon bosimi oshishiga aniq sabab bo'luvchi kasallik bo'ladi. Buyrak kasalliklari bo'lishi mumkin, buyrak usti bez o'simtalari, gormonal kasalliklar, qon tomir yallig'lanish kasalliklari. Ya'ni siz asosiy kasallikni davolash orqali hattoki qon bosimidan butunlay xalos bo'lishi ham mumkin. Uchinchi guruh bemorlari 40-45 yoshgacha bo'lgan, semizligidan boshqa kasalligi bo'lmagan bemorlar. Aslida bu bemorlarni ikkita guruhga ham kiritish mumkin. Ya'ni agar hayot tarzini to'g'irlash, ya'ni jismoniy faollikni ko'paytirish, uyqu rejimini yaxshilab, ovqatlanish rejimini to'g'irlab, o'zidagi stressni nazorat qiladigan bo'lsa, bu bemorlarda ham qon bosimi dorisiz davolanishi mumkin. Kamida kasallikni o'zidan uzoqlashtiradi. Yoki xuddi shu hayot tarzida yashasa, xuddi birinchi guruh bemorlarga o'xshab, bular ham doimiy dori ichishga to'g'ri keladi. Ya'ni tanlov o'z qo'lingizda.